Milliy brendlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizim qilganimiz uchun ularning soni oshib boryapti. 2 yilda milliy brendlar uchun 15,5 milliard so'mlik moliyaviy yordam ko'rsatildi. Bugungi kunda o'z brendini ro'yxatdan o'tkazgan 309 ta mahalliy korxonani 3 dan biri haligacha mahsulotni eksportga chiqarmagan. Nima uchun buni aytayapman? Chunki brend yaratgan tadbirkorlar sifat, narx va kafolat bo'yicha qattiq ishlab ichki bozorda ishonch qozonishiga erishgan. Bularga salgina ko'mak berilsa, tashqi bozorda ham yo'lni topib ketadi. Bular bozorni hidini bilgan odamlar, bozor bilan raqobatbardosh bo'lgan noyob tadbirkorlar. Qudratov, Vahobov, To'raxo'jayev, Jumanazarov, O'runov brendlarni nafaqat eksport, balki ichki bozordagi himoyachisi ham bo'lishlari zarur. Tadbirkorlar ayrim import mahsulotlar demping narxida yoki kontrafakt sifatida kirib kelayotgani uchun raqobat buzilyapti deb aytayapti. Kimyo, metallurgiya, qurilish materiallari sohasi vakillari ham shu masalalarni ko'taryapti. Xadjayev, Qudratov, Baxtiyor Haydarov, Toshqulov, To'raxo'jayev, Mavlonov, Jumanazarov, Vahobov 2 haftada mahalliy brendlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha dastur ishlab chiqib, kerak bo'lsa yangi qaror taklifini bersin.